Hozir Yanshangning ig'ir yaralandi. Uning izlarini qilamayotimiz. Ha? U yarlandimi? Eng ishonchli xabar. U 9-pristanning atrofida. Biz hozir bor kuchimiz bilan izlayotimiz. Bildim. Sizlar uni tutmoqchi shundaqmi? Yo'q. Xatolashdingiz. Biz uni yordam qilmoqchi. Ems o'zinglar izlanglar. Jinyu. 9-pristanning yer shakli siz uchun noy tutilish. Biz sizning yordamingizga muhtoj. Kechiringlar. Men uxmayman. Hey, to'xtab turing. Biz Raslovning yordam qilaylik degan. O ig'ir yerlandi. Uning ustiga sirtib qattiq yomg'ir yog'adi. Agar tezroq uni tepib olmasak, balki u bugun kechani o'tkazolmasligi mumkin. Uning bugun kechani o'tkazilishi bilan mening nima munosabatim? Tez ketinglar. Hey! Shodi, bo'ldi. To'qilchaq nima degan adabsiz. Bu sekretar. Bo'lmasa men odam boshlab uni yalab et chiqay. Ommaviy inson qonuniga diqqat qiling. Biroq u Jinyuning ifodasiga qaraganda Yanshangning bu yer kelmagan o'xshaydi. U Shodining jafotat qilishni xohlamagan deydi. Albatta Jinyugim ovozliq terib bermaydi-da. Mana bu Yanshang. Bo'ldilar, ketaylik. ma'qul. Ruchang, tez bu yoqqa kel. Hamma, nim bo'ldi? Tez bo'la, kiyimingni kiy. Ha? Tez. Hamma, kiyimimni kiyamdim. Kiyimimni kiyib nim qilaman. Ustozimni izlaymiz. Ha? Ustozim, u nerda? Bo'ldi, oz gap qil, tez bo'la. Eng nodir, eng yangi, süzük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Tanıştırıp qo'yay. Bu yaxshi ikinci dal armiya boshqarmasidagi yo'ldoshli Yamping bo'ladi. Boshliq. Cho'ncha Yarasti partiyasida 5-numurli bir xabar yetkazuvchi xodimlar bo'lib, u dushmandan ish qismi uyushtirilgan. Qaytib borgandan keyin masjidlar uyushmasidagi yo'ldoshlar bilan hamkorlashib, shartlik yo'l qo'ygan asosda uni siz bilan aloqalashtiray. Harakatingiz maslahatdir. O qaytib kelsa, bu bir qap tamakini uningga berib qo'y. Endi sana uni tunishtirib qo'yay. Sen oshkorlashga amal qilmagan 5-numurli xodim. Sen 5-numurli xabar yetkazuvchi xodimmi? To'g'ri dedim. Mana men seni jon jahlim bilan qizib chiqishni o'ylaydigan 5-numurli xabar yetkazuvchi xodim. Men burun Jangbaujidan gumonlangan. U shuydu va Lin Yushandan gumonlanib baqqan. Biroq azaldan sendan gumonlanib baqmabdi ekanman. Beshinchi numar. Oldin qatimli telegramida 5-numurli xabar yetkazuvchini tilg'ab ekansiz. Bu qanday ish? Ha. O Yarasti partiyasining dushman ishchiga yo'shirgan g'olliq odami. Qaytib borgandan keyin siz tez suratda uning bilan aloqalashib, o'zaro maslashib, harakatni ilgari suringlar. 5-numar kim? Hozirga qadar biz yolg'iz liniya bo'yicha aloqalashib keldik. Men 5-numurning salohiyatini bilmayman. Yarasti partiyasiga yo'ldoshmi, sizning salohiyatingizni bilmaydi. Buni men ishlar uyushmasidagi mas'ul yo'ldosh bilan oldinla kelishib olgan. Sizlarning salohiyatinglarni bir odam oz bilsa, shuncha bexatar bo'ladi. Bu darajaga kelganda men hammani bildim. Burun qolgan har bir ishlaring aslida bizni aldash uchun loyihalangan o'yin xolos. Maqsad ishchinglardagi 5-numurli xabar yetkazuvchi xodim tep chiqish. Xo'jayinga nisbatan 5-numur sizlarni yurak oldi qilayotgan ofat. Uning bir kun oranglarda mavjud bo'lishi sizlarga bir kun ofat yeb keladi. Shu sababdan u qanchalik badal to'lasimi, uni tep chiqish kerak. Sizlar maqsadinglarga yetdinglar. Ben nima uchun bu tarafini o'ylab boqmagan bo'ldim.
Menimcha bundaq bo'lsin. Biz bexatar bo'lish uchun dushmanni qaymoqtirish strategiyasini qo'llanaylik. Tafsiliy harakat mazmuni bundaq. Ataytiganda men yo'ldosh Yusha va yo'ldosh Rushan bilan birlikda kuchli bir guruhni boshlab, xo'jayinni yolg'iz yo'lab 4-pristandan maxfiy holda Chongqing ma'g'dan tez paraxtga chiqaylik. Yo'ldosh Shuangying yibingni qilib, cho'ng ko'lamlik tantana murosimi o'tkazadi. Esingizda bo'lsin, tantanangiz qancha cho'ng bo'lsa, bexatarligimiz kuchaydi. Tushundim. Ta'kidlaydiganim shuki, xo'jayinni yollab bo'ladigan ishni biz 4imizdan boshqa 5-odamdan bilib qilish qattiq cheklandi. Yan Shuangying, qurolni tashlab, men bilan qayt. Men sana o'zingni aqlash fursati beraman. Ma fursat berishingizning hojati yo'q. O'zimni aqlashimning texim hojati yo'q. Chiqira. To'xta! Yana bir qatim deb qo'yay. O'rningda jim tur. Birinchiman, men bilan mengla. Xo'p. To'xta! U sekretar. U kessin. Aslida bundaq keldi. Kıpırdama. Jinyu? Yanaka! Qarang, sizni ko'rib xo'shib ketibdiman. Yanaka, qayeringiz yarlandi. Sol ko'krak. Hechqisi yo'q. Rucha, ustozingni tepib oldim. Ha? Ustoz! Rucha, sen mi keldingmi? Ustoz, hammomdan anglashimcha yorilibsiz. Qandaqroq? Xeyli yaxshi. Rucha, sen bu yaxshi turdingmi? Yaxshi. Biz ayrilgandan keyin Ruchang har kun sizning gapingizni qilib, beshimni og'irtiryapti. Sizmi shugo? Meni da deydi ekansiz. Bo'ldi qil, yolg'on so'zlama. Tushundim. Bu ish sizning uyingizda padi, shundaqmi? Qandaq bildingiz? Bo'lmasa mening Chongqingga kelganimni bilmaydingiz. Yaralanganimni bilishingiz texim mumkin emas edi. Shundaq. Tunugun kecha bu yusha bir necha odamni boshlab uyimga kelib, sizni izlab tep berishimni o'tingan edi. Yanaka, yaqindan beri zot nima ish yuz berdi? Yoching ocham bilan yushani ochamchu. Bir og'iz so'z bilan tushuntirib o'g'li bo'lmaydi. Siz ketgandan keyin nurg'un ishlar yuz berdi. Hozir men qochqin jinoyatchi bo'lib qoldim. U yusha meni qo'g'lab aram bermayotdi. Jav yachin, Leni Yushan va Johnsonlarning izdirigini bilmayaptiman. Yanaka, yomg'ir suvi ichyapsizmi? Shundaq. Yomg'ir suydigan osmondan tushgan odatga odamlar ichamaydi. Siz mushiyat turyotamsiz. Bu yer nihoyat yaxshi, ham tinch. Necha kundan beri yaxshi uxlab boqmabdi ekanman. Tunugungacha shundoq yaxshi uxlabdiman. Attigan turib qarasam, yaram xeyli yaxshi uxlabdi. Nimaga yig'laysiz? Men shundoq yaxshi turibdiman-ku mana. Yanaka, nimishqa o'zingizni bunday qiynaysiz? Nimishqa meni uyimga kelmadingiz? Ruchang ishtiganlarga ovorchilik deb berishimdan ansirdim.
Bo'ldi qilim, Jinju. Yig'lama. Bir muhim ishim bor edi. Biroq loyiqida yordam qildiq odam topolmay yurgan edi. Sizlar kelibsizlar. Yana aka, qani ayting, qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar cho'qim yordam qilaman. Keling. Yana aka, keldik. Plan bo'yicha ish qilaylik. Hey, kichik do'st, nima qarayapsan? Sizlarni do'konni ochdimi yo'q deb qarab boqdim. Nima deganda? Tamaka. Kichik turib tamaki chekamsan? Men dodamga oldiman. Hay, ha. Nima ish bo'ldi? Ha, bu bola tamaki olaman deydi. Kichik do'st, tamaki olamsan? Shundoq, tayshan markuliqni. O'choq mixni nerdan topding? Mening ustozim bergan. U do'xmishki choyxonada sizni saqlayotdi. Birodar, Ha? Tayshan markali tamakidan kelibdi. Ha, mana. Ola. Sizlar qarab turinglar, men sirtqa chiqib keray. Ha. Sen men qarab tur. Baq. Birodar, Chatoq chiqdi, shundaqmi? sen qanday bilding? Chiroyingdan mana debla chiqib turmandi. Zodi nima ish yuz berdi? Xo'jayinni epmangan Tianfeng nomli kema daryo yuzida hujumga uchirdi. Bo'ron chapqun 2-nomer va 5-nomerli xabar yetkazuvchi qurbon bo'ldi. Xoin bo'lgan? Kim? Harakatga boshlamchilik qilgan muavin guruhi boshlig'i bu Yusha. Uma? Yana harbiy komitetning muavin mudiri Wang Lianshun. Isbot bormi? Kemadagi barliq odamlar qazo qildi. Faqat bu Yusha birla odam hayot qaytib keldi. Yebinga qaytib kelgandan keyin u meni o'z ko'zim bilan kemadagi barliq odamlarni o'ldirib, xo'jayinni qutqizib ketganligini ko'rdim deb ching turib oldi. Men o'zimni oqlashga amalsiz qilib, harbiy komitetdan qaytib chiqdim. Biroq u hozirgacha meni qo'g'lab aramchilik bermayotdi. U mening o'lishim uchun to'zoq quryapti.
Çoğuncan qaytish oldida men o'z qo'lim bilan Qayni Vanglianshini etib o'ldirdim. U o'lish oldida maxfiyatlikni dushmanga oshkorlab qo'ygan odamni Vuyusha ekanligini e'tirof qildi. Demakchi bo'g'ini, hozircha uni guruhga josuslik salohiyatini oshkorlaydigan yetarli isbot yo'q, shundaqmi? Mana bular dal meni qilmoqchi bo'lganlar. Men nima qilishim kerak? Avval o'q yarasiga foyda qiladigan dorilar bilan ta'minla. Nima? Yaralandingmi? Hech qisi yo'q. Dushmanning o'q tegdi. Ma'qul, amal va tez bir taraf qilma. Yana nima lozim? Men qurol ham o'qqa muhtoj. Kuchimdan yetishchi qilaman. Sen nerede turarsan? 9-Pıristan'ın şimal tarafındaki daryo bo'yidagi kichik uyda. Kichik kichik orloq so'qqa esib maktabga keldi. Quyosh nurdan qo'rqmaydi, bo'ron chopqindan qo'rqmaydi. Faqat ustozining taqdidan qo'rqdi. Men ma'y. Xabar bo'lsa, sen uqtirma. Birodar, keyningdagi dushmandan ehtiyot qil. O rastlik yaptı. Sen bir yer onu qarab tur. Men beni to'xtat qilay. Baqo. Kelinglar, kelinglar. Qandaq o'rlashtirib bo'ldingizmi? Hozirla. Hey, tez bo'lin. Oyoq tegishini angladim. Hem işler normal mı? Tez çıknaş. Hop. Qandaq javxini. Yana 1 soat vaqt o'tib ketdi. Xizmatmi oyoqlashqandi u? 15 dal. Sanab yiqin. Bombalarni ep ketinglar. Hop. Biz bayatın sınab baxdoq. Sizning yasagan bombalaringiz nihoyat yaxshi unum ko'rsatdi. Javxinim, rastli ismi jismingizga loyiq bomba mutaxassis ekansiz. Menimcha xo'jayin sizni cho'qim rozi qilgudek tartiblaydi. Rozi bo'lgudek tartiblaydi. Bundaq yolg'on o'yinlaringizni yig'ishtiring. Endi bizning kergimiz qolmadi. Agar farzim xato bo'lmasa, o'limizni kutayotgansizlar. Rastilla aqlli ayolkansiz. To'g'ri dedingiz. Faqat xo'jayin birligingiz buyruq tushasizlar. Men sizlarni bir-birlab jahannamga yo'lsab qo'yman. Qaraganda tegi pastlikdan unvon og'idaysiz. Hozir sizning g'aljirlashiga vaqtingiz. Saqlab turing. Yana birozdan keyin hozir degan gaplaringizga pushaymon qilasiz. Mana Yushin, harakatni hozirla boshlamdik. Hozir tushdan keyin soat 4 bo'ldi. Dushmanning faoliyatlari avj olgan vaqt. O'nkirga kirib chiqadigan odamlar ko'p. Bu uydan qochib ketadigan taqdirdimi? Bir necha qadam mangmayla, ular cho'qim sezib qoladi. To'g'ri deysiz. Amsi qanday qilamiz? Meningcha ular bizni o'ldirmoqchi bo'lgan taqdirdimi? Hozirlik qilsamaydi. Meningcha mundaq bo'lsin. Hozircha bombalarni bexatarlik uchun o'rlashtirib qo'yaylik. Tun kechi bo'lganda odamlarni aram oladi. Shu chaqda qo'l solaylik. Ma'qul. Shunda qilaylik. Harakatni boshlaylik. Ma'qul. Xo'jayin bormi? Ba, sizni saqlayotadi. Ma'qul. Xo'jayin. Xo'jayin.
Xo'jayin. Ha, xo'jayin. Qandaqroq? To'g'ri o'ylabsiz. Yan shoyin degandek shu yerda paydo bo'ldi. Aniq ko'rdingmi? Shundoq. U milishmalar do'konining xo'jayini bilan choyxona uchrashdi. Ular birdan paranglashdi. Ondan aldirishlar ketib qolishdi. Ha, yaxshi bo'pti. Sen hozirlik qaytib, davomli kuzat. Xo'p. Ha, yan shoyingni tushunishga kelganda hech kimmi sizga yetanmaydi ekan. Nima degan bilan siz uning burunqi boshlig'i emasmi? Meningcha, Gojin cho'qim bizni Yan Shoyingning yiniga boshlab obordi. Shundoq. Men shunday qo'yildim. Namufang 16 nomerlik milishmalar do'koni men va Yan Shoyingning yolg'iz liniya orqali aloqalashgan o'rnimiz. Faqat ikkimiz bilamiz. Biroq men allaqachon o'lib bo'ldim. Shunga Yan Shoying hargiz bu yerda boshqalarning uni saqlab turganligini faraz qilolmaydi. Chashqon harakat qilmasa, mushuk peygi tushmas. Yan shoying kallasini yerib ichiga qarg'an bilanmi, o'zining harakati nima uchun oshkorlanib qolganligini mangu bilanmay qoladi. Bu xil usulni biz insijinga to'ydirmaslik deymiz. Yan Shoying o bir qo'rqinchli odam, aqlliq, ehtiyotchan. Uningga taqobil turish uchun cho'qim u o'ylamagan tarafdan hujum qilish kerak. Bo'lmasa, yig'nichilik yo'chiqlarmi uning ko'zidan hargizmi qochib qutulmaydi. Bu qatim u tasavvurga qanchalik boy bo'lishdan qat'iy nazar o'zini qutqizolmaydi. Tianfeng nomerlik kema hujum uchirganda faqat Wu Yishala tirik qaytib keldi. Yana kelib, u Yan Shoyingni qo'lab tutmoqchi bo'ldi. Mana bu Yan Shoyingning Wu Yishani xoin deb hukm chiqarishiga yetarli sabab bo'la oladi. Shu sababdan bir tarafini jazmlashtirishga bo'ldiki, u bo'lsa u hargizmi Wu Yishadan yordam tilmaydi, faqat o'zi yolg'iz kurash qiladi. Bugun uning milishmalar do'konining xo'jayini Gojin bilan ko'rishganligi buni isbotlab berdi. Yan Shoying ig'ir yaralanganligi uchun doriga muhtoj, endi qurol yarog'i yo'q. Davlatda bu uni bir taraf qildigan yaxshi fursat. Donolarning fikri o'xshash bo'ladi. Bu qatim cho'qim g'alaba qilishimiz kerak. Xotirjam bo'ling. Men qora bo'ri emas. Albatta. Siz degan haqiqiy mohir. Harakatni qachon boshlaysiz? Meningcha tezda boshlandi. O bir kuta planni eng xalqliq payti yetib keldi. Uning o'ngishli ijro qilinishi peshqadam birodarimizga bog'liq bo'lib qoldi. Eng nodir, eng yangi, suzuklik yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.jj/salkin-chekit. Bilmidi. Bu yerdan kelgandan beri sirtga chiqib baxmadi. U keldi. Bu atrofga mandi. Ehtimol. Uning aksi.
Sening harakating bakil tez qo'y. Sen buyruq qilgandan keyin men tez bijirmasam qanday bo'ladi? Mayli, ichi kirib paranglashaylik. Ma'qul. Bo'shliqqa pensilin. Bu sirtqi surkaydigan dora. Yaxshi. Vaqt bak qis bo'lganligi uchun faqat mushuni topaldim. Yana bu tapanchim bor. Chaqmoq. Teyshamarkilik tamaka. Meni og'inam, yana meni obdan tushunda emasmi? Buning uzilib qolganiga necha kun bo'lgan edi. Qani. Hay. Bizning qismning xabari bormi? Gezdi yezilishicha, necha kun oldida bizning askarlarimiz Gongshiga qarab yo'lga chiqibdi. Hay, ularni bak musiqindim. Kim musiqinmisin deysan? Kunni do'konda o'ldirib sarangib qolay dedim. Hozir men tushimdimi, dushman bilan ilishib, puxodan chiqib bir maydon itsam deyman. Xotirjam bo'l. Bu yerda o'xshash. Uzun qamayli fursat keladi. Ha? Qarang. Biz sharq tarafni izlab bo'ldik. Uning izlarini bayqayolmadik. Janub tarafni izladik. G'arb tarafdagi kapilarni tekshirdik. Hozircha Piristonning shimol tarafini texich tekshirmadik. Biroq shimol taraf kengri ketgan qumishliq tursa, u yerda turadigan birmi odam yo'q. Meningcha Yanshoyan u yerda emas. Bir kech kunduz o'tdi. U zodi qayerdadir? Bu sekretar. Iliqi jin yukapti, siz bilan ko'rishman dedi. U qayerda? U sirtda. Yuring, qarab boqaylik. Kim? Ben. Lovely. Yolda şu an ya. Lovely. Rastlı sizkensiz qo. Yolda şu an ya. Biroq ular sizni qurban bo'ldi deganda u. Bu işe sizga deganman. Shundoq. Tenfang nomli kema hujumga uchraganda men ig'ir yerladim. Ular meni o'lik jasad qatorida qirg'a qilib qolgandan keyin o'shunga kelib qarsam, bu ish bilan Onyashun o'g'ilchi pichirlashib o'tibdi. Shuning bilan birinchi qungurpista xoinning paydo bo'lganligini ondan bildim. Men o'g'irliqcha Piristondan qochib chiqib, Cho'nchonga qaytib keldim. Bundaqda. Mening bu yerda ekanligimni qanday bildingiz? Gavji menga aytib berdi. Gavjin bu yerdan texib boylik ketgan tursa, u qandaqmi deyishga ulguralasin. Uning bilan ko'rishga vaqtim, uning bu yerdan qaytgandan keyin kishilar.
siz Chongqingga qachon qaytib kelgan? 2 kunning oldida. Bu ishani xoin ekanligini bilgandan keyin nemishqa uni oshkorlamadingiz? Buningga vaqtingiz tadbik yetdi-ku. Hay. Mening isbotim yo'q. Mening ahvolim sizning ahvolingizga hargiz o'xshamaydi. Men degan qochqin jinoyatchi degan gaplarimga hech kim ishonmaydi. Biroq siz degan armiya birlashma boshqarmasining boshqarma boshlig'i hech bo'lmaganda guruhga uni tekshirishni iltimos qilsangiz bo'ladi. Biroq mening bunday qilg'im kelmadi. Ha, nemishqa? Xoin, asli siz. To'g'rimi? Sen to'g'ri deding. Keyin bro. Ko'rdingmi? Ular sen uchun kelgan. Shu sababdan sana eskartib qo'yay. Qarshilik ko'rsatishingning foydasi yo'q. Sening xoin ekanligingni tushundimmi? Xayolimga keltirib boqmabdi ekanman. Albatta shunday bo'ladi-da. Agar sen xayolingni keltirmagan bo'lsang, men bu yerda paydo bo'lmagan bo'lardim. Men nega yaralandim? Qo'limda qurolmi yo'q. Qandaqmi qarshilik ko'rsatyapman. Shunday. Agar sening ig'ir yaralanganligingni bilmagan bo'lsam, bu yerga yolg'iz kelamdim. Bugun bu yerda bu paydo bo'lmagan bo'lardim. Sen xo'jayinning eng qo'rqadigan odami. U xulosimi tushib seni o'ldirib o'tishni o'ylaydi. Biroq izchil mag'lub bo'lib keldi. Shunlashqa, bugun men uning tilkini ijro qilay. Sen izchil Boranchaq qul guruhisining telegraf apparatidan foydalanib, xo'jayin bilan aloqalashib kelding. To'g'ri dedim. Nima sababdan xoinlik yo'lini tanlaganligingni ma'lum beralabsan? Rasululloh bilgin bormi? Bu bir necha oyning oldidagi ish. Men va qismdagi Vangyan Shun muhofizachilar banda vazifa ijro qilayotgan vaqtimizda yo'lda bo'ktirma hujum uchrab, muhofizachilar bandiklaring hammasi qurbon bo'ldi. Men bilan Vangyan Shun qo'lga ilindik. Xo'jayin. Ishvat. Ikkinchi dala armiya boshqarmasining boshqarma boshlig'i. Men rostla adabsizlik qildim. Qarag'anni biz cho'ng biliqni tutib oldik. Bilaman. Kompartiyaning va'dasi intayin chin. Biroq shuni eskartib qo'yay. Jon o'zinglarning agar bir pay o kallanglarga shunday xil tegsa, salohiyat, mansab deganlarning hammasi yo'q bo'ladi. Sizlarning qadrsizlik qurbon bo'lishinglarni men umid qilmayman. Boshqasini demayli qo'yay. Sizlarning faqat ikkili tanlash yo'linglar bor. Birisi o'lim, yana birisi hayotlik yo'li. Qiyin tanlanglar. Hayotlik yo'li degan nima? O'lim yo'li degan-chi? Hayotlik yo'li bo'lsa, kompartiyaning yeniga qaytib borsizlar. Biroq yo'shurinchi biz uchun xizmat qilasizlar. O'lim yo'liga kelsak, buni deb o'ldirishning hojati yo'q. Agar talabinglar qo'shilsa, bizni qo'yib beramsizlar. Biroq esinglarda bo'lsinki, agar men uchun xizmat qilmaganinglarni bilib qolsam, men cho'qim bugungi ishlarni sizlarning boshliqlarga telegramma avatib doklad qilaman. Shu chog'da o'zinglarning qanday oqibatga qoldiganliginglarni o'ylab beqinglar. Eng nodir, eng yangi, suzuklik yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Men qo'shildim. Mana shunday qilay. Men Junto'ning jasosi aylandim. Vaqtda din yushamni naq maydonda bormadi. Shunday. Undaqda u sening salohiyatini biladi ekanda. Albatta shunday. Balki sen bilmasliging mumkin. Din Yushammo bu planning bir qismi. Onun vazifasi Tianfeng nomli kema hujum uchirgandan keyin
sening yiningda qilib, sening ish izlaringni bizga ma'lum qilish, Joyachinni bexatar cho'nchiga yetkazish edi. Sening ana shunchaydan ayrilib, yibinga borgan xabaringni u telegraf orqali qora bo'riga xabar qilgan. Joyachin xo'jayinning qo'liga tushib bo'ldi. Shundaq. Aslida Lin Yushan Huangshandagi konu uyga berib, tayyor kemida Joyachin bilan seni aldab, cho'nchiga ib kelib, xo'jayinga topshirmoqchi bo'lgan. Biroq o'ylamagan yerdan yerim yo'lda qora bo'ri degan döt kalva o'ttirga chiqib, ishni buzib qo'ygan. Planning mo yerimi vujudga chiqibdi. Kimki ayol kishining kuchini ojiz chog'lasa, cho'qim u cho'ng ziyon tortadi. Bu jumla so'z oxir o'z peshonam ketdi qoldi. Undaq tushkunlashib ketishingning hojati yo'q. Lin Yushan yanada seni yaxshi ko'rdi. U xo'jayinning seni o'ltirmaslik sharti ostida bu planni ijro qilib kelyapti. Biroq buning nima farqi bo'lsin? Amaliyotda men tushkunlashmadim. Faqat hayron qilyapman. Buning hayron qolgudek nimasi bor? Men obdan tushunaman. Bu ish boshlanishida bir suiqasd edi. 5-nomerli xabar yetkazgich xodim Lin Yushanni tepib chiqish uchun planlagan eng chong suiqasd. Sening penshuyda paydo bo'lishingdan boshlab suiqasd boshlanib kelgan. Sen rostilla aqlli ekansan. Shundaq. U vaqt xo'jayin uzun mazgil ularning ichida yoshirinib yotgan 5-nomerli xabar yetkazgich xodimni tepib chiqishga amalsiz qolgan. Shu sababdan mening yordam qilishimga muhtoj edi. Biroq mening xizmat doiramga nisbatan unumli chora o'ylab tepishim tasga tushdi. O'ylamagan yerdan Chingtangning o'lim xabari boshqarmamizga yetib kelib, bir zaharlik planni tug'ilishiga fursat yaratib berdi. Men seni Chingtangning siyoqida xo'jayinning yiniga avatib, 5-nomerli xabar yetkazuvchi xodimdan diqqatimni tortib, uning bilan aloqalashishga bo'ldiganligini, shundala uni tepib chiqalaydiganligimizga ko'zim yetdi. Shu sababdan planimizning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun sening haqiqiy salohiyatingni xo'jayinga aytib qo'ymadim. Nemishqa? Albatta, mahfiyatlikning oshkoralanib qilishidan qo'rqdim. 5-nomerli xabar yetkazuvchi xodim xo'jayinning yinidagi odam. Agar xo'jayin haqiqiy ahvolni bilib qolsa, yolg'on o'yinni rost qilib o'ynashimiz tasga tushib, cho'qim sana qo'l silishimiz kerak bo'ladi. Bundaq bo'lsa, yilonni urkitib qo'yimizda 5-nomer yana o'zini chetga oladi. Dana. Meningcha, xo'jayin sen bilan telegram orqali aloqa qilishib, mening haqiqiy salohiyatimni so'rab baqdi. Shundaq. Yana kelib bir qatim emas. Aslida men shundaq oddiy o'ylagan. 5-nomer o'zini oshkorlab, sen bilan aloqa bog'laslar, planimiz muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Biroq men Lin Yushanning hiligarligini salchaqlab qolibman. Shundaqla sening qobiliyatingni mo salchaqlab qolibman. Bu xo'jayinning tatqan ziyonlari ichidagi eng cho'ngi. U nachira telegraf avatib so'rgan bo'lsa-mo, men qilchitirmadim. Agar men bu ishda bardoshlik bermagan bo'lsam, planimizda texnik cho'ng ziyon tatqan bo'ladi. Men oxiri g'alaba qildim. 5-nomerli xabar yetkazuvchi xodim Lin Yushanni tepib chiqdim. Seni mo boshpanasiz qo'ydim. Sen rastla tug'ma qobiliyatli odam ekansan. Oshirib aytdim. Amaliyotda sen menga o'xshash. Sen o'xshash odamga erishmak oson emas. Shu sababdan xo'jayin ikimiz seni qattiq hurmatlaymiz. Biz bilan hamkorlashishni umid qilamiz. Nazaringga ilindim-da, o'shimni yo'qotib qo'ymay yana. Hozir sen guruhning ishonchisidan mahrum bo'lding. Yakkigona, tayanch kuching yo'q. Sening yana ular uchun jinni sepirishingni hojati bormi? Sen sotqinlik qilib nimaga erishding? Mayor general harbiy unvoni 500 dona kesak oltin bilan mukofotlandi. Agar sen qo'shilsang, men xo'jayinga aytay. Mukofotimiz o'xshash bo'lsin. Rastli yaxshi muomala bo'pti. Shunga guruhga osiylik qilib, birodarlaringni o'ldirib, hozirgidek yuzi qilib jallodga aylanibsan-da. Sen? Men aslida xo'jayinni hayvon deb o'ylabdim. Men endi bildim. Aslida sen uningdanmi o'ta rahimsiz, hayvondanmi eshib ekansan. Og'zingni yo'q. Yen shu, yen. Men sana yaxshi muomala qilyapman. To'la meni tiriktirma. Vijdonsiz sotdan, nomussiz jasus. Meni og'zimni yumdishga salohiyatdan toshmaydi. Seni ititman. Bechora ablah. O'zimning hozirgi ahvolini bilmaysan-ku deyman.
Ha? Acaba bu sözünü ben kısam yarışattığı deymen. Sen özüni nahit aqılliq, qaltis. Hem dana hesapla. Hem madem mening depimga uslu o'ynaydi deb o'ylaydi ekansan-da. Shundaqmi? Undaqda ko'zani yo'g'on echib qarapa. Ha?